Sergeli 5-kvartal. Elite House жилой kompleksi. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, 3-bekat metro va 322-maktabning yonida joylashgan. 10 qavatli Novostroyka binoni 10-etaji, 3 xona, 96 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Xonadonning o'zini shunaqangi bolalar o'ynash maydonchasi, avtoturargohi, zeleniy zonalariga ega. O'rtoqlar, shunaqangi katta kvadratura so'raganlar uchun jo'natib qo'yinglar, videoda o'tkazib bormanglar, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, uyga kirganlaringda qaranglar, koridor bemalol Mamatga o'zlarini shkoflarini ham, prixoshkalarini qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'ng tomonda, o'ng qo'lda esa hojatxonasi ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, chiroyli yorqin kafellardan yopishtirib qo'yilgan. Chap qo'lga yuradigan bo'lsangiz, oshxona. Oshxona ham kichkina emas, ko'rishinglar mumkin. Katta, tashqariga qaragan oynalari, chiroyli mebellarni qilib qo'yilgan. Holni qaranglar, mana bu yerda kattaligini, har bir xonaga отдельно kirishinglar imkoniyati bor-ku. Xo'p, bu tomonda esa mehmonxona. Ko'ryapsizlarmi? Mehmonxona ham 20 ta 25 tagacha mehmonni bemalol kuzatish imkoni bor. Konditsionerlari ham qo'yib qo'yilgan. Xo'p, o'rtoqlar, o'ng tomonga yuradigan bo'lsak, dushovoy kabinkasi, ya'ni-da dushovoyi. Bundan to'g'risida esa yana bitta xonasi. Spalni yoki-da ofisni xona qilib foydalansa bo'ladi. Bemalol har bir xonaga o'zini radiatorlarigacha qo'yib qo'yilgan, ko'rishinglar mumkin. Buni yonginasida esa родительский spalni, ya'ni kattalarimiz uchun yotoqxona. Bu xonada ham o'zini konditsionerlari, tashqariga qaragan oynalari, radiatorlargacha bor. Yana bitta plyusi, umumiy sanuzeldan tashqari родительский uchun отдельный sanuzel ko'rishinglar mumkin. O'rtoqlar, uyimizni qisqacha planovkasini tanishtirdik. Narxi keladigan bo'lsa, narxini pastga yozib ketamiz. Quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Shu videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar.